Assalomu alaykum begim, yaxshi keldingizmi? Nimani hidi kelyapti? Yo'q, hidi bo'lsa kerak. Kichkinangiz ham ustimga qusib qo'ygandi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Bugundan senga yangi yordamchi. Salom. Ismim Zahro, uy xizmatchisiman. Endi uy ishlaringga xizmatkor yordam beradi. Endi ustingdan yo'q ham kelmaydi. Keling, kiring. Xo'p. Yotoqxonamizga begonalar kirishini yoqtirmayman. Bularni menga bera qoling, siz borib boshqa ishlarni qiling, ha? Xo'p. Aha, mayli. Qatga? Eriza kirlari bor ekan, shuni yuvishga. Er usti boshini ozoda saqlash ayolli burchi. Burchimni esa boshqa birov bajarishini xohlamayman. Qani, bera qoling. Nima qilyapsiz? Ovqat. Erni qornini to'ydirish xotinning vazifasi. Ovqat esa muhabbat bilan qilish kerak. Qani, xizmatkor bilan emas. Jonim, siz borib boshqa ishlarni qila qoling. Mayli. Yo, o'zingni urintirma, xizmatkor oladi. Zahro! Sizni qachondan Zahroxon kutib oladigan bo'lib qoldilar? Ha, endi xizmatkor bo'l. Uni ham haydab yubordingmi? Mash ovqat hidim bilan sevirsangiz-chi, ishim ozgina chala, ustimdan yog' hidi kelgani bilan hamma ishimni vijdonan va qalban bajaraman. Auf! Qalbimni hech kimga bermayman degin. Shunaqa. Qalbimni hech kimga